Bir kunda qancha suv iste'mol qilish kerak? Suvga bo'lgan ehtiyoj insonning yoshi, vazni, jismoniy faolligi va ob-havoga bog'liqdir. Erkaklar uchun kuniga taxminan 3-7 litr suyuqlik kerak. Ayollar uchun esa 2-7 litr suyuqlik ichishi zarur. Bu miqdorga ichimliklar va ovqat tarkibidagi suv ham kiradi. Buni vaznga qarab hisoblash mumkin. Har bir vazn uchun 30-35 milli suv ketadi. Misol uchun 60 kilogramlik normal inson uchun 1,8-2,1 litr, 90 kilogramli erkak uchun 2,7-3,2 litr yetadi. Qachon ko'proq suv ichish kerak? Issiq havoda, sport bilan shug'ullanganda, ko'p terlaganda, isitma yoki diareya paytida. Yetarlicha suv ichayotganingizni qayerdan bilib olish mumkin? Siydik oq sariq rangda bo'ladi. Og'iz qurimaydi. Tez-tez charchash yo'qoladi. Charchoq kam bo'ladi. Muhim eslatma, bir vaqtning o'zida juda ko'p suv ichish ham zararli bo'lishi mumkin. Suvni kun davomida bo'lib ichish tavsiya etiladi.